Mana pul. Lekin o'xshamasa, bu pulni yonimizdan qaytarib qo'yamizmi? Mayli, endi qaytarib qo'yamiz. Bu videoni 99% odam balki o'tkazib yuborar, lekin qolgan 1% uchun juda katta imkoniyat, yaxshilik qilish imkoniyati. Mumkin kompaniyasi bizga shu pulni ajratdi, ya'ni reklama uchun. Biz bu pulni top blogerlarga berib reklama qildirishimiz mumkin edi yoki gift konkurslarda qatnashib, homiy bo'lib, obunachilarimizni ko'paytirishimiz mumkin edi, lekin biz bu pulni ehson yo'lida ishlatmoqchimiz. Ya'ni sizni nomingizdan ehson qilmoqchimiz. Bizga obuna bo'lgan, like bosgan va kommentariy yozib bizda aktivlik ko'rsatgan obunachilarimiz nomidan sizni nomingizdan ehson qilmoqchimiz. Har oy 5 ta oilani tanlab olamiz va haqiqiy ehtiyojmand oilalarni bir oylik oziq-ovqati bilan ta'minlab beramiz. Va har bir qilgan ehsonimizni aktualni ochib, post qilib joylab boramiz. Sizlar ham guvoh bo'lasizlar. Ehson qilishlik uchun boy bo'lish shart emas. Ehson qiling. Ehson qilguvchilarni Alloh sevguvchidir. Siz bilan biz juda katta kuchimiz. Har bitta bosgan like'ingiz, har bitta bo'lgan obunangiz yoki repostingiz, aktivligingiz sizni qilgan ehsoningiz bo'ladi. Xudo xohlasa mumkin kompaniyasi bundan ham rivojlanib, ehtiyojmand oilalarga uylar olib berishlik, soliqlari uchun sarmoyalar kiritishlik darajasiga birgalikda erishamiz. Siz bizni eng katta kuchimiz, suyanchig'imizsiz va bizni kuzatuvchilarimiz shunaqa savobli ishlarda sherik bo'lishiga umidvormiz. Va biz sizlarni har biringizga ishonamiz.